Endi aka eng qiziq aka, har bitta videomizda o'yin bo'ladi aka biza. Har bitta videomizda agar mana shu videomiz ostida 1,5 mingtalik, 1,5 mingta kommentariy bo'lsa aka, keyingi videomizda aniqlab beramiz. 2 dona drabilkani bepulga qo'shib beriladi. Qo'shib xonadonlarga yetkazib beriladi. Mana yetmayapti-yu, mana 10 sm nima qilamiz endi? Qo'l buni tilimga, buni burnimga tiqamiz, nima qilamiz endi? U og'irligida keyin tortishib endi buni. Nima qilyapsiz aka buni? Asab buzilyapti, yetmayapti 10 sm. Hozir baloni bo'lganda bemalol yetalab olib kelamidingiz? Baloni, o'shancha baloni borini oling. Bu eski drabilkani nima qilasiz? Tashlab Nima qilay endi buni? Osonroqda bu. Universal olov brend ostida chiqayotgan drabilkani ko'rsataman aka. Yo'q, men qaranglar, eng qiziqarli joyini qaranglar. O'zi hammasi bittamish-da, tavba qildim. Ana shunaqa asab buzmasligi uchun vodiyda arzon kanali, yana sizlarga arzon joydan drabilkalar topib qo'yildi mana, qaranglar. Bu ham hech nima emas. Ishlab chiqarish zavodini o'zina sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Akalar, bizda yangilar, patseslarni bosamiz va tanishlarga jo'natamiz. Eng qiziqarli joyi vobshe arzon ekan. Asosiysi sifatli hammaga yetkazib beradigan klientlargacha keldi. Endi mana klientlar qatdan kelishimiz aka, o'zi bitta ma'lumot bering. Narxlar rostdan arzonmi? Aka, men bitta yetalingchi siz oldin. Ha, hozir yetaling. Ha, ana. Mana hayla, to'xtanglar aytmoqchi. Mana qani kim qancha kilo ko'taradi va mana bitta mana ikkita qo'limda, ikkita qo'limda mana ko'tardim. Uje bag'da mana ketyapman. Mana bag'dan boshlaydi mana. Bag'dan bemalol. Mana ikkita barmoqchamda mana. Bu yoqqa ham. Bu nimaga mabodo biz erkak kishilar, ya'ni o'sha ishda bo'lsa, safarda bo'lsa, ayollar tortib olib borib o'rnatib ishlatishiga ham oson bo'ladi. Faqat ayollar emas, yosh bola ham ishlataveradi. Oddiy, soddalashtirilgan, to'g'rimi? To'g'ri aka. Necha xil varianti bor bularda? Hozir aka, eng xadoga ketayotgan 2 xil, 3 xil variantlar bor. Hozir sizga bir qator fonni chiqarib, ko'rsatib, fonni bir qator arzon qilib beramiz aka. Xo'p, bitta tushuntirib berasiz. Buni birinchi tushuntirib o'tsak aka, eng xadoga ketayotgan apparatimiz shu bo'ladi. Mana shu, Olov brend asosida. Olov brend ostida chiqayotgan apparatimiz eng xadovoy xo'jalikka, eng qizig'i pastokka 160 ga bemalol ishlayveradi. 160 gacha bemalol ishlayveradi. Motorlari eng zo'rlaridan. Motorlari yangi aka, masla, yangi ochilgan. O'zida zashnilari bor, ключатор zashnilari bor. Ikkalasida ham bor aka. To'klar ko'rsatib turadi. Kabellar o'sha uzunidan. Savat shunday yana bitta zashni, ikkita zashni bo'ladi, avtomat zashni qo'yib beriladi. O'ziga. Hozir aka, mana shu drabilkamizda mana shu 4 kilovatlik original motorimiz turibdi. 4 kilovatli. 4 kilovatli, xudo xolasa. Pichog'i Maxaviydan mana. Mana Maxaviy bo'ladi. Qalinligini ko'rib qo'ygan Maxaviyli kuydirilgan germanskiy pichoqdan. Asosiysi. Malatoylari bor, don mahsulotlar urib beradi. Mashindan qo'yib beriladi. 4 kilovatli motor. O'shancha og'ir ekan-da bular. Voy, onasini ham og'irligini qaranglar. Xo'p, nasatkalar aka 4 xil. Hammasiga qo'shib beriladi, bonus. Hammasiga zaslonka qopqoqlarigacha komplekt qilib chiqarib beriladi. Aka, eng qizig'i buni nimasi bo'ladi? Biz setkasi qayerdan tushadi? Hali boshini singari to'kdi, mon tortdingiz, yetmadi. O'shani singari aka, bundan qo'shnidan kulib so'rab, buni olib, setkani almashtirib bo'lmaydi. Aka, buni setkasi yondanmi? Yonboshdan tushaveradi aka. Buni qarang. Nima deydi aka? Bo'ldimi? Bo'ldi. Mana. Oh my god, yo'q. Yangilik nomeradini ekan. Bu yerdan olasiz, narigisini qo'yaverasiz. Bitta narigisini ham qo'ying mana. Mana. Oddiy bo'lsin. Keyingisi sottalashtirilgan. Xo'p. Qiynalmas ekan-da. Aka, kulish so'rab, qo'shnidan kulish so'rab. Qattiq edi, yo'qsa yo'qolib oldi, nima emasmi, deyilmaydi. Aka, bemalol. Eng qizig'i qaranglar, 160 vattgacha bemalol ko'taradi deyaptilar. Pastoklarga bemalol shu iloyim bunaqa to'k bo'lmasin, lekin zo'r. Men qaranglar, ham asosiysi yengil va qaranglar, yana bitta narsani aytaylik, yengildan tashqari asosiy mahsulotlar. Bular hamma yo'g'i nima bo'ladi? Ya'ni yangi narsa qo'yiladi. Asosiysi mana zavodda o'zi hamma yo'g'i yangi. Bu yog'i ham, ular hamma yo'g'i, oyog'i ham, qo'li ham, ular burun quloq hamma yo'g'i yangi qo'yiladi. O'sha yuragi o'pkalarigacha mana bu yerga olib kelib qo'yishgan akalar. Xullas dangaliga, jaydarachasiga video bo'lyapti. Endi bularda misol zakaz bersa, hop, necha kunda qanaqa dastlabki nima bo'ladi ashlar aytib bersangiz. Vodiy bo'yicha aka, bir kunda yetkazib beriladi. Inshaalloh. Inshaalloh. Ertamanda zakaz bersa, xudo xolasa kechga xonadoniga olib borib ishlatib yurib ko'rsatib berishadi. Bir kunda asosiysi. Vohaga 3 kunda. Vohada 3 kunda. Kelishilgan asosda, xudo xolasa. Kelishilgan asos. Endi aka, endi qarang, shu to'g'ri qo'shilaman gapingizni 1 minutda eslab turing. Vohaga nimaga 3 kunda? Akalar, bitta uchun vohaga bitta mashina ketmaydi-da. 5-10 tani bitta to'plab turib, bitta mashina borib tarqatib keladi. Shuni hisobga olib qo'yasizlar. Endi mayli 4 kunda borsin, ag'bag'i, misol 1 kun ag'bag'i, endi hozir
tog'larimiz pervalla qor yog'yapti, alhamdulillah, hamma duo qilgan. Shuni hisobiga ham mashina endi ag'ibag'i, lekin muhimi boradi asosiysi. Albatta, boradi. Ha, aytavering, uzr gapingiz aka, endi buni nima desa bo'ladi? Hozir drabika serob drabika. Eng qizig'i sifati, narxi bo'lib qolgan aka. Hop. Sifat tomonlama, xudo xolasa, nomer ading. Narx tomonlama aka. Mana kanalingizni kuzatib, ko'rib kelganmiz. Qancha qo'yishganini ham ko'rganmiz. Doimgidek narxini sindirib beramiz aka. Xudo xolasa, qarang, narxlar zo'r. Mana shu 4 kilovatli, mahaviyli, universal katta yupska drabikamiz aka. Mana shu obunachilarimizga 2 million 200 ming so'mdan chiqarib beramiz. 2 million 200 ming so'mdan, 1,5 milliondan boshlanyapti. Mana shunisini hozirgi kundagi narxi 2 million 200 ming so'mdan. Mana baqining kamerachi misol yaqinroq ko'rsating. Mana aka buni ko'rsating. Ko'ryaptimi-chi? Birdami qanday ko'rsatasan qani? Yarimtaga aylanyapti. Eng qizig'i aka buni betga chang urmaydi. Havo to'sqichlari bor. Qo'yilgan havo to'sqichlari. O'zida-da. Betga changni urmaydi aka. Orqasiga sekin dumalab ketmaysiz, sekin kamerachimiz mana yaqinroqda, mana yorug'roqdan ko'rsating, mana. Qaranglar, haqiqatan ham zo'r. Mana ochiq oyna, unaqa nimasi yo'q, bu yerda nima deydi? Endi qaranglar, endi mana varianti bor ekan. Bu nimaga mashina aytib bering, mana shu variantini. Bu variant aka, nimasi bo'ladi? Bu ham mana shu holatda prosta shakli, dondik alohida o'tki poyalarga asosiy nimasi bo'ladi. Bu tarafdan o't poyalarga. Sirazi o'rib solaveradi ekan. Boshqacha shakli endi buni ham. Ha. Bunisi nechi pul, qanaqa? Buni aka narxi 3,5 million so'm chiqadi. 3,5 million so'm chiqadi. Motorlari ham ancha bu baquvvat motorlar aka. Don mahsulot, o't mahsulotlari bemalol chiqaraveradi. Bu orqadagilardan hisobda hammasidan bormi hisobda? Zakazga qarab hammasidan qilib berilaveradi. Har xil turlardan qilib berilaveradi zakazga qarab aka. Nima bo'laveradi? Eng asosiysi klientlar kelgan, klientlarni ko'rsatib bering sekin. Klientlar kelgan, qaylar hoji tog'alar kelib olishyapti ana. Savdo bo'lyapti. Savdo bo'lyapti, savdo ustida. Muammo bas endi hoji tog'alar ko'rsatishimiz shart emas. Yana bitta narsa bor, to'xtang, ashti kamerachimiz. Mana qaranglar. Endi nima desa bo'ladi? Eng arzon drabikamiz bitta ko'rsatib o'taylik. Eng qizig'i 1,5 million so'mgacha bor degan drabikamiz faqatgina don mahsulotini o'ziga. Mana 1,5 million so'mgacha drabikamiz bor ekan, don mahsulotini o'ziga. O'sha donni maydalab beruvchi apparatimiz bo'lar ekan. Eng qizig'i qayla yengilligidan bemalol u yoqqa bu yoqqa bemalol aqabaqa olib borishdan bo'lar ekan. Haligi birinchi videoda boshiga o'xshab, hali og'ir ya bir narsa voy belam, yo bittasi palonchiki to'k xana deb yurmas ekansizlar. Ko'rdilaring, to'k o'zi aynanar ekan bizning to'kimiz. Xullas, akalar, endi ma'lumotga kelsak, bular yaxshi, bexijolat. Xohlasalar mana bunaqa bittadan tortib qo'ysalar ham bo'laverar ekan. Xohlasalar mana qo'lda o'sha videoda aytganimizdek, qo'lda o'zida aqabaqa tortsalar ham mana ketaverar ekan. Ham yengil, menga to'g'risini aytaymi? Birinchi navbatda ham yo'q, toza narsa qo'yayotganlarning yoqdi. Yangi material ishlatiladi. Ha, asosiysi. Keyin motorlarining ham yo'q yangiligi, hamma taraflama va uni afzallik jihatlari o'sha 160 vattdan ishlash, ya'ni 160 gacha tushib ketishi. Hozir hammada 180 shunaqa o'ynayapti. 160 tushsa o'zi uylar qiralashib qoladi o'zi-yu. Ilom tushmasin, mana 160 gacha bo'lgan joyda ushlanaveradi deyilyapti. Dastavkasi o'sha 1 sutkada vodiyda ichida, vohaga bo'lsa 3 sutkada yetib boradi. Balki ertaroq olsa ham pulini oldin qo'shib beramasin, ertaroq ham jo'natib olaverasiz. Xudo xolasa aka. Eng qizig'i aka, o'sha narxi joyimizdan chiqayotgan narxi o'sha 2 million 200 ming so'mdan faqatgina joyimizdan chiqayotgan narxi. Ha, asosiysi aytib qo'yaylik. Dastavkasiga kelishilgan holatda qo'shilib qoladi. Joy masofasiga qarab. Ha, masofasiga qo'shilib qoladi. Endi aka, eng qizig'i aka, har bitta videomizda o'yin bo'ladi aka bizni. Har bitta videomizda agar mana shu videomiz ostida 1,5 mingtalik, 1,5 mingta kommentariy bo'lsa aka, keyingi videomizda aniqlab beramiz. 2 dona drabikani bepulga qo'shib beriladi. Qo'shib xonadonlarga yetkazib beriladi. Akalar, Vodiyda arzon kanaliga xudo xolasa yangilab podpisani bosib qo'yamiz. Bundan buyog'i ishlab chiqarish, biznes, mashina hamma yo'lda ko'rsatib boramiz va bizneslaring bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, reklama qilib berish xizmatlarimiz ham bor. Kamchiliklarimiz bo'lsa, ekrandagi telefon raqamiga aloqaga chiqib, Asha Vodiyda arzon kanaldan oldim. Aka, mana shunaqa ma'lumot, men joyga tushunmadim desalaring, akalarimiz xudo xolasa javob berilaveradi. Telegram, WhatsApp bor. Bor. Qo'shni davlatlar qolib ketdi, ashuni so'rab qo'yib baribir. Qo'shni davlatlarga ham qilib beriladi. Faqatgina qo'shni davlatlarga kargo orqali yetkazib ketilyapti, ha. Kargo orqali inshaalloh yetib boradi. Yetkazib beriladi. Ha, u imkoni bor, u muammo emas. Hozir hamma yo'q, telefon, pul bo'lsa bo'ldi. Hali uyingizga yetib boryapti. Hali uyingizga yetib boryapti. Xavotir olmanglar, mana ish joyidan ko'rsatyapmiz. Inshaalloh sizlarga realligini, danganini ko'rsatib o'tyapmiz. Akalar, mana sizlarga hozir ishlatib ko'rsatib beramiz. Svetlarimizni ulab oldik. Aka, yurgizing endi mana. Ketdi. Xo'p, mana bu bug'doy ketyapti mana. Boshidan xudo xolasa
Bu Tortishini bodi bitta ko'rsatib qo'ying. tepasini ham ko'rsat, tepasini ham. Ha. Tortishini bitta ko'rsatib qo'ying, tortishini. Endi pastga tushayotganini ko'rsating. Aha. Xo'p, bo'ladi jichcha aka, mana siqimga bo'lsa bo'ladi. Qarang, vaqt cho'zmaymiz, dangal olinyapti. Endi qaranglar, bu ikkinchi variant solyaptilar. Qaranglar, mana. Qolmagan jarayon. Mana jarayoni. Bu video uchun bo'lyapti xolos. Endi o'zlaring xohlasangiz bir qop, ikki qop ham solaverasizlar. Sababi odamlar unday uzaytirmaganligi uchun. Mana sizga chiqqan joyni operator ko'rsatib qo'ying. Qarang mana. Qanaqa mayin. Mayinlik o'zlaring ko'rib Endi buni qarab tur mana. Bitta ko'rsatib qo'ydim, farqini. Solishtiringlar mana. Endi bunisi bilan mana. Mana. Nima bu? Nima bo'ldi mana? Qaranglar, mana shu mana. Bemalol bu haligi mol qo'yga yo'sa kichikroq jo'jalarga, tovuqlarga yo'sa qushlarga besalaydan bo'laveradigan varianti. Eng qiziq joyi. Endi ketdi. Ha, bu endi buni nimalarni chiqarib beramiz? Chiqarib beramiz. Solishini qarang, mana oson mana ketib soldilar mana. Bo'ldi. Lekin zo'r ekan, mana shu joyga qo'yib qoldim. Ketdi endi. Xo'p, poya nam va quruq aralashgan mana. Ham namlarni poya, ham quruq mana. O'zi zavatga qo'li quruq deysizlar-ku. Mana bu variant ketdi. Chiqqan jarayoni. Bu chiqqan jarayoni. Mana hammasini to'playman mana. Eng zo'r varianti. Xo'p, endi somon. Akalar, qaranglar, somon ketdi. Somonni qo'yboq setkasida chiqarib beradi. Ha, boshqa setga qo'yilyapti, Qo'yildi. Qaranglar, 7 sekund bo'ldi almashtirishi. Qoyil qoldi shunisiga. Shuni endi olib turib sug'urib qo'yar ekan. Somon ketdi. Maydalab olyapti. O'chiravering. Qaranglar. Mana uni qaranglar mana. Mayinligini qaranglar mana. Olib keling o'shani mana. Farqini ko'ryapsizlar mana. Mana ustiga ham tashab qo'yaveramiz. Farqini bilib qo'yaveringlar. Xullas, nomer 1 degan bolo olov yondirdi, olov qildi. Men qoyil qolganim hammasidan ham mana uni qarang. Net sekund almashtirib bo'lyapti. Net sekund. O'shani kommentariyada albatta yozib ketinglar akalar. Bemalol ekrandagi raqamga aloqaga chiqib, vodiyda arzondan oldim aka. Mana shunaqa deb biz berolmagan savollar bo'lsa, bemalol telefon qilib so'rashingiz mumkin bo'ladi. Albatta vodiyda arzon kanalidan oldim deyish esdan chiqmas akalar. Men qizig'i qarang, bunday qilaylik, bo'pti mana 1,5 minutda like ham bosishsin, gapi 1,5 minutda SMS bo'lsin. Xolasa 10 tadan yozinglar, xolasa 5 tadan. O'sha yozgan SMSlarning ichidan tanlanadi. Bunday endi o'tkazib turib, tanlab turib qo'yib olaveradi, xudo xolasa. Ana imkon qadar kommentariy ham bosamiz. Xolasan ham bitta yozinglar, xolasan ham 10 ta yozinglar, 10 ta 15 ta yozishlaring o'zlaringga foyda, ya'ni o'sha tanlayda o'zlaringga chiqishi ko'proq bo'ladi. Uni biz ham bilmaymiz, ba'zi ham bilmaydi. Tanish bilishchilik bo'lmaydi. Endi yana bitta nima qilaylik? Keling, mana shu like ichida mana misol mana siz yozdingiz, mana Premierni. Bu 15 ta like bosdi. Bu like ichida like bor-da. Keyin men yozdim, 3 ta yozdi. 3 ta like oldi. Kimdir yozdi, boshqa odam yozdi, begona unda 50 ta like bosdi. Ashunday qilaylik, zo'r yozib SMS yozilganga, ko'p SMS yozilganga, kimiki ko'p like bo'lsa, o'shanga beraylik mana. Eng zo'r. Chiroyli nom bo'lsin afzalligi va o'shandan ham odamlar manfaat olsin. Ya'ni mahsulotni nima desam bo'ladi, fikringiz bor-a, misol zo'r ekan deb qo'yasiz, bitta so'z uni o'rniga akalar mana shunaqa ekan, uzun so'z yozing, odamlarga yoqsin, o'sha odamlarga yoqqan SMSingiz bitta like olib ko'proq olsin. Mana sizga interesli bo'ladi, xudo xolasa.